Bugün sizlere kürkü, bokkan, tavukların, mekanların neşe edip doğru bastırışını öğreteceğim. Videonun ahırından göreden bolsaysızlar. Yine aslan caylarını taklap başladık. Videonun ahırından görseyizler taklaş jarayonlarini bir tushuntirib ko'rsatib o'taman. Bilmaydi Allah uchun. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, obunachilar, ishlar yaxshimisizlar? Do'stlar, ko'pchilik avvalgi videoda kommentariyada yana juja chiqargan narsani qo'ygan videodan qo'yganimda o'zi kürkini shab bostirishim kerak. Meniki ko'r ko'payapti, kür ko'payapti deb aytdilar. Shab to'g'ri bostirish kerak. Meniki yatmaydi turibdi, shat oladi degan. Men 4 mekanim bor bilasizlar. Ko'rib yurgan postoyanniy obunachilar bo'lsa bular yedim yaxshi biladi. Bular opa-singillarmi, opa-yalar, xorazmchasini opa-yalar deb aytiladi, adabiychasini opa-singillar. İkisini kürk olup üstüne bes ekemin yastıklayını. Raketa kanat deyman ku ikkisini. Shular bular raketa kanatlar. Daranda qora bilan shisha ko'z. Bularni hozir katakning o'rtasini ochib qo'yadim-ku. Katakning o'rtasini bekladim. Da ikkisini dangina joy o'tib dangina bostirjakman. Dangunda chiqadi, bir yuraveradilar. O'rtasini bekladim. Hozir tengini taxlab boshladim. Keyin kommentariyada so'ragan odamlar bo'lgani uchun birdan hozir video aytib shuni tushuntiravering deb yonimga tushib ketgan uchun video aytib olayotirman. Tez, sodda va lo'nda tushuntirib o'taman. Qaranglar. Oddiy Google'dan o'tayotirman, chunki men elde tarafdan bir dona yorug'lik ko'rib iloji boricha orqasi panaroq yeri tuxumni gizlab qochish harakat etdi tovuq. Panaroq yerda o'tib beringlar. Oddiyni bu. Masalan, bu yerda kork bo'lmoqlar bilan yanında qo'yib bo'lmaydi buni. Oddiyni shuning uchun bo'lak ketak etib oldim. Shunga 3 dona karuch. Tengini sal o'ydik ko'pman. Hozir ustuna saman tashiyman. Bunga shu karuch, tengini o'yib ko'pman. Ustuna hozir shali saman tashiyman. Samanni nishatib o'rtasini o'yibroq qo'yishlaringizni ko'rsatib beraman. Videoni ko'rib tursangizlar tushuntirib o'taman. Samanlarni yoyib oldim. Samanni ahamiyat bergan bo'lsangizlar chetlarini balandroq etdim, o'rtasini bosib qo'l bilan bossangizlar shaklga kiradi bu. Tuxumni o'yikroqda turishini harakat etasizlar bunda. Nima uchun desa, tovuqni qanotini chetida qolib ketgan tovuq yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun tanasini deyib turishi kerak. Hammasi birdaniga tanaga deyib tursa, tanadagi issiqlik chiqadi tovuqda. Shu narsani ta'minlash uchun samon shunday etib o'yikroqqa o'tiladi. Organika ham o'yikroq. Ham ahamiyat beringlar, men kengroq aytib ko'pman. Bu ko'pchilikning uyine borib ko'rganman, bosib qo'ygan. Biz o'tganim induk bosiradilar minnattirib. Men iloji boricha tovuq bo'lsam, ulroq aytib berish harakat etaman. Chunki tuxumni davrakida aylanishi kerak tovuq. Tuxum aylanib turishi kerak. Tovuq ponni qanotlari, quyruqlari değmasligi kerak. Orqayin 21 kun davomida aylanadi tovuq. Ahamiyat beringlar, 3 kundan bir, 4 kundan bir yemekka turib, joyini bosh tarafini har tarafga qaratib yotadi o'zgarib. Shuning uchun xalaqit bermaydi aytib kengroq yerdan ulroq aytib o'taveringlar bemalol. Yine. Hozir beri testi rejim desam ham bo'ladi. Bu joyda doğuburgan-ku bular. Bu joyga ko'nikishlar uchun tuxum tashamasdan elding iloji bo'lsa, kamida bir kun oddiy do'kon tuxumidan birini, ikkini tashab qo'yinglar, tovuqlarni o'tirib qo'yinglar. Sho'ra o'rgansin, shu joyga moslashib, tengini o'zi tuzib oladi yana, taxlab. Shundan keyin orqayin tuxumlaringizni bosirsangizlar, o'rnidan turib ketish ehtimolligi juda kam bo'ladi. Agar hozir to'g'ridan turib, shu turgan yotgan yeridan to'g'ri olib, tengina men 9 tuxum yo 11 tuxum tashasam, bu joyim bunga ko'nikmagani uchun bu joydan turib, tuxumlar ozgina qizib, keyin sovuq qolsa, tuxum chiqmay qoladi. Shuning uchun shu xatolarni etmanglar. Men shu xatolarni etganman boshda. Shuning uchun sizlar ham bilmaydigan odamlar uchun, bilgan odamlar uchun bemalol u olamshumul ya bir yashirin bir sir emasdan, kichkina faktlar. Bu narsani ko'pchilik bilsa ham kerak. Bilmaydiganlar uchun shu videoni ishlayapman. Kommentariyada so'raganlar uchun. Hozir bularga birini do'kon tuxumidan tashab, bir kun bostirib qo'yamiz. Xudo xolasa ertang yo bir kun tuxumakka bostirishni ham ko'rsataman. Bularga joyini o'tdim ya. Bu yan tarafim o'zini ya eshikka turgan tarafini o'taverdim. Bu boshqa yerda yotmaydi. Shuning ayrim tovuqlar ham bo'ladi, joy sayraydi. Yat. Ha, tengda bir dona tuxum tashab qo'ydim. Yat. Bezovta etmaymiz. Bu yanda yana birsini joyini bergi ketakda bu o'rnashtirdi. Bu joy saylamadi. Ayrim tovuqlar bor shunday joy saylaydi. Joy saylaydi, ana joyini saylagan yerine o'tib bermasangizlar bo'lmaydi. Tuxumni chalashtiradilar. Shundan ahamiyatli bo'linglar. Shuning uchun organ mekanlarning ikkisini endi bu yanda tepadagi ketakda qo'yamiz. Bu eshikni bu yana o'tirib qo'ydim. Tepadagi ketakda qo'yamiz targ'i ikki mekanni. Bu yanda sari, avunda qora, bu yanda jo'jalar. Kichkintoylar.
Bularning enesini egasi olib borib keldi. Bu meniki mesela o'rta og'amniki edi. Biza jujani chiqarib olguncha berib turadi. İki cücesini öldürüp koydu lekin. U basıp karala 3 tane deydilarız da olsa, şunu ikisini öldürüp koydu. Çünkü kalgan sarıdan 5 tane, karadan bir tane 6 kaldı. Bularni yaxshilab endi o'zim bakaman. Bulara atayam, enayam o'zim bo'laman endi. Xudo xolasa. Falamda kommentariy yozib qo'ysangizlar sevinaman. Hozircha shular. Tuxumakka bosirganimdan video atib beraman. Shortslarni ko'rishdan davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab turishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'p odamlar bizdan obuna bo'lmay kuzatib turibdi. Prosmotrimiz ko'p, ammo obunamiz kam. Obuna bo'lib qolsangizlar, men sevinaman.